Kuniga 8 stakan suv ichish tashqi ko'rinishga qanday ta'sir ko'rsatadi? Har kuni 8 stakandan suv ichilsa, tashqi ko'rinish va salomatlikda qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Quyida 42 yoshar Sara Smit misolida ushbu savolga javob beramiz. Birinchi haftada terida oz-moz to'kilish kuzatilgan va bu organizmning toksinlardan tozalanayotganidan dalolat. Bosh og'rig'i yo'qolgan va suyaklar harakati yaxshilangan. Ikkinchi haftada teri rangi tiniqlashgan, ajinlar va ko'z ostidagi ko'karishlar yo'qola boshlagan. Choy miqdori kamaygani uchun nafas olish yengillashgan. Uchinchi hafta ko'z ostidagi qora xaltalar va mimika ajinlari butkul yo'qola boshlagan. Teri taranglashgan. Saraning kosmetologi epidermis hujayralarida regeneratsiya yaxshilanganini payqagan. Bundan tashqari, qomatida ham o'zgarish sezilgan. Ko'p suyuqlik ichgani uchun ayol kam miqdorda ovqatlana boshlagan. 4-hafta 28-kunga kelib Sara o'zini sog'lom va yaxshi his eta boshlagan. Bu esa atrofdagilar e'tiboridan chetda qolmagan. Turmush o'rtog'i va do'stlari uni yoshiga nisbatan 10 yosh kichik ko'rinayotganini ta'kidlagan. Ushbu natijaga erishish va tashqi ko'rinishda sezilarli o'zgarish bo'lish uchun kuniga bir necha stakan suv ichish va shu tarzda davom etish tavsiya etiladi. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.